Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana bu mashinamiz mana Xudo xolasa sotib oldik buni. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Bu bilan o'sha yoqda bitta skuter bor, uni ham olib kelganmiz. Ikkalasi birga DTP bo'lgan. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Skuter u yoqda turibdi, borti ham joyda turibdi mana. Kimda shunaqa avariyali pacha mashinalar bo'lsa sotib olamiz. Yaxshi narxlarda olamiz. 2009-yil. Narigi tarafda ikkita eshigida kraska bo'lgan, petno bo'lgan. Qolgan joylari radnoy, tanar ekan mashina. O'ta go'zal. Shumizolyatsiyalar qilingan. Monitorlar qo'yilgan. 100% shumizolyatsiya qilingan. Buni ham Xudo xolasa tayyorlab sotamiz. Balon yangi qo'yilgan, bir kun yurgan avariya bo'lgan, bir kun. Mana dajma bitma bilan turibdi. Bir kunlik balon. Bir olti motorlar qilingan. Hop. Korobka moylari, motor moylari hamma narsasi yangi qo'yilgan. Mana biz ham mana buni ham olganmiz, o'sha bilan birga bo'lgan. Buni egasiga yangi olib beryapti. Buni Xudo xolasa chiroyli qilib joy-joyiga keltiramiz buni ham. Mana skuterning o'zi. Ikkalasini birga sotdi, birga olib qo'ya oldik buni. Akkumulyator 6 ta ekan, bittasi ichkarida chiqib ketdi. Bittan to'ntarilgan bu, ag'darilgan, shunda chiqib ketgan. Buni ham tayyorlaymiz. Bugun hozircha ikkita xaridorimiz bor, bilmayman endi qaysi oladi, nech pulga oladi bilmadik. Tayyor bo'lsin-chi, nech pulga berasan deydi. Ha buni zapchastlarni men bilmasam narxini bitta oldin remont qilaylik, chiqaraylik-da, keyin buni ham sotamiz inshaalloh. Manzilimiz Farg'ona viloyat Bag'dod tuman Paxta qishlog'ida turamiz. Kimda shunaqa avariyni DTP bo'lgan mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, yaxshi narxlarda sotib olamiz. Bizda mana stapellar turibdi. Bu bo'shasa o'rniga Nexia'ni qotiramiz. Mana Xudo xolasa. Mana biz ham regulirovka qilinyapti. Bu Farg'ona viloyati So'x tumanidan kelgan. Bu mashinamiz mana joyga stapelga qotirganimizga ancha bo'lib qoldi. Qo'limiz tegmayapti, qolib ketyapti bu ham. Buni olganmiz, даже sotganmiz. Olgan odam hali anchada keladi, chetda. Kelishiga bitirib beramiz Xudo xolasa. Shu mana kirlo qo'yiladi bunga, radnoy bu kirlo. Bitganda ham hammasini ko'rsatamiz videolarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha.